Qadrli vatandoshim, Vatandoshlar jamoat fondining navbatdagi loyihasi xorijdagi yosh vatandoshlar uchun. Bugungi yangiligimiz sizning farzandingizni quvontirishi aniq. Endi xorijiy mamlakatlardagi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan yosh vatandoshlarda bizning Anor yozgi dam olish oromgohimiz dasturlarida ishtirok etish imkoniyati bor. Loyihada yosh vatandoshlar Toshkent viloyatining eng so'lim oromgohida mutlaqo bepul 12 kun davomida dam olishlari, dunyoning turli mamlakatlaridan vatandosh do'stlar bilan tanishishlari mumkin. Tanlovda ishtirok etish uchun nomzodlar hujjatlarini elektron tarzda fondning quyidagi manziliga yuborishlari kerak bo'ladi. Hujjatlar joriy yilning 23-mayidan 10-iyuniga qadar qabul qilinadi. Tanlov shartlari bo'yicha batafsil loyiha nizomida tanishib chiqishingiz so'raladi. Hurmatli vatandoshlar, farzandingizni loyihaga jalb etib, yurtning so'lim tabiatida, chinakam o'zbekona muhitda ajoyib bolalik taassurotlariga ega bo'lishiga sababchi bo'ling. Biz esa yosh vatandoshlarni yurtimizda kutib qolamiz.